Sure Haşir tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Osmonlardagi ve zimindagi narsalarning hammasi Allohga tasbih etdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah ahli kitobdan bo'lgan kofirlarni, ya'ni Bani Nadir yahudilarni tunji qitimliq surgunda uylaridan haydab chiqadi. Sizlar ularni kuchlik turib, mundaq har holda chiqib ketadi deb gumon qilmagan edinglar. Ular o'zlarining o'zlarini Allohning azobidan to'siya oladi deb o'ylagan edi. Ularga Allohning azobi ular o'ylamga yedin keldi. Allah ularning dillariga qo'rqinish soldi. Ular qo'rg'onlarini o'zlarining qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzdi. Ey aql egillari, ularning holidan ibrat ilinglar. Agar Allah ularni surgun bo'lishga hukm qilmagan bo'lsa edi, albatta ularni dunyoda o'ltirish bilan azoblaydi. Ular oxiratda do'zax azobiga duchor bo'ladi. Bu, ya'ni ularning surgun qilinishi shuning uchundirki, ular Allah bilan va uning payg'ambari bilan qarshilashdi. Kimiki Allah bilan qarshilashdi ekan, shubhisiz Allah onu qattiq jazolaydi. Ey musulmonlar, sizlar mayli Bani Nazirning xormillarini kesinglar, mayli uni burunqi peti o'ri qoldiringlar, hammasiga Allah ruxsat qiladi. Allohning ruxsat qilishi Allohning itoatidan chiquvchilarni, ya'ni yahudilarni rasvo qilish uchundir. Allah payg'ambarga ulardan, ya'ni Bani Nazirning mollaridan qaytirgan g'animatlarni sizlar ot to'ygilarni choptirib, ya'ni ajr qilib, jabo mushaqqat atib qo'lga keltirgan emas. Lekin Allah payg'ambarlarni xohlagan odamga musallat qiladi. Allah har narsaga qodirdir. Allah payg'ambariga g'animat qilib bergan ahli qura, ya'ni Qurayda, Bani Nadir, Padak ve Haybar kuffarlarının mallarını içinlardaki baylar arasında qo'ldan qo'lga o'tib yurmasligi uchun Allohga, payg'ambarning xish aqrabolariga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga xos qildi. Payg'ambar sizlarga berganini ilinglar. Payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar. Allohdan qo'rqinglar. Haqiqatan Allohning azobi qattiqdir. U g'animatning bir qismi diyoridan haydab chiqarilgan, mol mulkidan ayrilgan faqir muhojirlarga xosdir. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Allohga va uning payg'ambariga yordam beradi. Ana shular iymanda sodiq odamlardir. Ulardan, ya'ni muhojirlardan Madinada yerlik bo'lgan, iymoni kuchli bo'lganlar, ya'ni ansarlar, yananga hijrat qilib kelganlarni, ya'ni muhojirlarni do'st tutdi. Ularga berilgan narsalar uchun ichtorlik qilmaydi. Ular muhtoj turuqliq muhojirlarning manfaatini o'zlarining manfaatidan a'lo biladi. O'z nafsining bexilligidan saqlanganlar maqsadga erishkichilardir. Ulardan keyin kelganlar, Rabbimiz bizga va bizdan ilgari iymon etgan qarindoshlarimizga mag'firat qilgin, dillarimizda mu'minlarga qarshi dushmanlik paydo qilmagan. Rabbimiz, sen nihoyatda mag'firat qilg'uchisan, mehribonsan deydi. Munofiqlarning o'zlarining Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilgan ahli kitob birodarlarga yurtinglardan chiqirib etilsanglar,
Biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning zininglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ichilsa, cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligini ko'rmadingmi? Allah guvohlik berdi-ki, munofiqlar cho'qim yolg'onchilardir. Agar ular haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Agar ularga urush ichilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Bergan taqdirdimi yuz o'rib qochadi. Ahli kitob yordamga erisholmaydi. Shubhisizki, sizlar ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliq sizlar. Shubhisizki, sizlar ularning dillarida Allohga qaragandimi qo'rqinchliq sizlar. Ya'ni ular sizlardan Allohdan qo'rqqandimi qo'rqidi. Bu shuning uchundirki, ular Allohning ulug'ligini tushunmaydigan qavmdir. Ular faqat mustahkam shahar ichida yoki tomlarning orqasida turgandilar, ondan sizlarga qarshi birlashib urush qilalaydi. Ularning urushi o'z ichida qattiqdir. Ularni deb o'ylaysan, halbuki ularning dillari tarqoqdir. Bu shuning uchundirki, ular tushunmaydigan qavmdir. Ular, ya'ni Yahudilar, ulardan ilgari yaqin dili o'tgan qilmishlarining vabolini tetiganlarga, ya'ni mushriklarga o'xshaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar, Yahudilarni urushga qiziqtirishda shaytonga o'xshaydi. O'z vaqtida shayton insonga kafir bo'lgin dedi. İnson kafir bo'lgan chaqda shayton men sendan ado judaman, men haqiqatan olimlarning Robbi Allohdan qo'rqaman dedi. Ularning, ya'ni shayton bilan insonning oqibati birlikda do'zaxga kirish, do'zaxda mangu qilish bo'ldi. Ana shu zolimlarning jazosidir. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Her odam ya'ni qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarasin. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardardir. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Allah ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir. Ahli davzax bilan ahli jannat barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishguchilardir. Agar biz Qur'onni biror toqqa nozil qilsak, cho'qim sen uning Allohdan qo'rqqanlikdan bosh ekanligini, yerilib ketganligini ko'ratding. Biz bu misollarni kishilarga ular Allohning qudratini fikr qilsin deb bayon qilamiz. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U yoshirinni oshkorni bilguchidir. U nihoyatda shafqatlidir, nihoyatda mehribondir. Ya'ni dunyo va oxiratda keng rahmat egasidir. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Ya'ni butun maxluqotning malikidir. Pokdir. Ya'ni hamma nuqsondan pokdir. Mu'minlarga salomatlik beg'ishlag'uchidir. Do'stlarni qo'rqinishdan, azobdan amin qilg'uchidir. Hammani kuzatib turg'uchidir. G'olibdir, qahr qilg'uchidir. Ulug'liq egasidir. Mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir. Allah hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilg'uchidir. Hamma narsaga surat, shakl beg'ishlovchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih etib turdi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.